Kelib qolinglar, olib qolinglar. Zo'r narxda BYD Seagull kelib qoldi. Mashina zo'r holatda turibdi. Arzonroqdan BYD ile kelib qolsa etin degan okalar uchun ayolingizga olib beraman desanglar ham zo'r variant mana. Mashina zo'r holatda turibdi. Bittaga tomosha qilib ketasizlar. Dijurkaga zo'r mashina mana BYD Seagull. 2024-yilda ishlab chiqarilgan bir qo'l mashina mana. Holati, salonlarini cho'tki bo'lib turibdi. 28,000 probekda. Mana, eng flagship bo'ladi. BYD Seagull. Mana mashinaning holati. Mana orqasida oldidagi nakitkasi. Zena bagreflarigacha bor. Mashina zo'r bo'lib turibdi. Qiruv-suruv, xudo xolasa joylari yo'q. Inshaalloh bitta mana mashina miyatina chiqarilgan joyi bor mana ishda. Miyatina chiqarilgan joyi bor. Ichidan kichkina petni tushirib qo'ygan bagajning ichidan. Atak mashina zo'r holatda turibdi. Kelasizlar, olib qolasizlar. Mashina shikalat bo'lib turibdi. Narxini ham zo'r narxda qilib beryapmiz. Xudo xolasa inshaalloh olgan odam baraka topadi. BYD qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa 14,200 ni belgiladi. Tez ulgurib qolinglar, bosib olinglar. Cho'tki narxga BYD Seagull. Kelib qolinglar, olib qolinglar. Zo'r narxda BYD Seagull kelib qoldi. Mashina zo'r holatda turibdi. Arzonroqdan BYD ile kelib qolsa etin degan okalar uchun ayolingizga olib beraman desanglar ham zo'r variant mana. Mashina zo'r holatda turibdi. Bittaga tomosha qilib ketasizlar. Dijurkaga zo'r mashina mana BYD Seagull. 2024-yilda ishlab chiqarilgan bir qo'l mashina mana. Holati, salonlarini cho'tki bo'lib turibdi. 28,000 probekda. Mana, eng flagship bo'ladi. BYD Seagull. Mana mashinaning holati. Mana orqasida oldidagi nakitkasi. Zena bagreflarigacha bor. Mashina zo'r bo'lib turibdi. Qiruv-suruv, xudo xolasa joylari yo'q. Inshaalloh bitta mana mashina miyatina chiqarilgan joyi bor mana ishda. Miyatina chiqarilgan joyi bor. Ichidan kichkina petni tushirib qo'ygan bagajning ichidan. Atak mashina zo'r holatda turibdi. Kelasizlar, olib qolasizlar. Mashina shikalat bo'lib turibdi. Narxini ham zo'r narxda qilib beryapmiz. Xudo xolasa inshaalloh olgan odam baraka topadi. BYD qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa 14,200 ni belgiladi. Tez ulgurib qolinglar, bosib olinglar. Cho'tki narxga BYD Seagull.